Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi algebra darsimizni boshlaymiz. Daftarlaringizni olib bugungi chisloni qo'ying. 28-aprel. Mavzu joylashtirish. Qayta joylash. Kecha biz sizlar bilan kombinatorika elementlari bo'limini boshladik. Undan bugungi darsda kombinatorika chekli to'plam elementlarini joylashtirish va tanlashning turli usullarini aniqlaydi. Kombinatorika masalalariga joylashtirish, o'rin almashtirish va guruhlash kiradi. Bugungi darsda biz sizlar mana bu joylashtirishni o'rganamiz. Ta'rif: bir-biridan elementlari yoki elementlarining joylanish tartibi bilan farqlangan berilgan m elementining n elementidan tuzilgan birlashma m elementdan n bo'yicha joylashtirish deb ataladi. Bizga 3 ta a, b, s element berilsin. Undan 1, 2, 3 elementdan turgan birlashma tuzamiz. Birinchi bir elementdan turgan birlashma tuzsak a, b, s 3 xil turda tuza olamiz xolos. Agar 2 elementdan turgan birlashma tuzsak, demak 3 ta elementni 2 tadan qilib joylashtiramiz. A, b, a, s, b, s, b, a, s, a, s, b shaklida joylashtirib chiqishimiz mumkin. Natijada 6 ta joylashtirish hosil bo'lar ekan. Agar berilgan 3 ta elementni 3 tadan qilib joylashtirsak, mana bunday shaklda hosil bo'ladi. A, b, s, a, s, b, b, a, s, b, s, a, s, a, b, s, b, a. 3 ta elementni 3 tadan qilib joylashtirsak, demak 6 ta joylashtirish hosil bo'ladi. Umumiy holda bizga berilgan elementlar m harfi bilan belgilanadi. M teng 3. Qanchadan joylashtirishimiz esa n harfi bilan. Masalan, 3 ta elementni bittadan joylashtirsak m teng 3, n teng 1 deb belgilaymiz. Agar 3 ta elementni 2 tadan joylashtirsak m teng 3, n teng 2 deb belgilaymiz. 3 ta elementni 3 tadan joylashtirsak n teng 3, n teng 3 deb belgilaymiz. Ana endi formulasini keltirib chiqarishga harakat qilamiz. M elementdan n bo'yicha joylashtirishni a m dan n deb belgilaymiz. Agar m elementni bittadan joylashtirsak, unda m ning o'ziga teng. Boya ko'rdik, 3 ta elementni bittadan joylashtirsak 3 kelib chiqdi. M elementni 2 tadan joylashtirsak, demak m ko'paytirilgan qavsning ichida m minus 1 ga teng bo'ladi. Biz 2 tadan joylashtirganimizda 3 ta elementni natija 6 chiqdi. Mana qo'yib ko'ring. 3 ko'paytiruv 3 minus 1. 3 dan 1 ni ayirsak 2, 3 ga ko'paytirsak 6. M elementni 3 tadan joylashtirsak m minus 1 ko'paytirib m minus 2. Qisqacha aytganda n dan bitta kamiga nima qilar ekanmiz? Ko'paytirib chiqamiz. Umumiy holda a m dan n bo'lsa, bu teng bo'ladi m minus 1, m minus 2 va hokazo m minus n minus 1 formula bo'yicha hisoblanadi. Mana bu formula joylashtirishni hisoblash formulasi deb ataladi. Masalan, mehmonlar uchun tayyorlangan stolda 6 ta o'tirg'ichga 4 ta mehmonni qancha turli usulda o'tkazish mumkin? Bu masalani yechishda 6 elementni 4 tadan qancha joylashtirish mumkinligini hisoblaymiz. Bizda m teng 6, n teng 4. Mana bu joylashtirishni hozir biz topgan formulasiga qo'yamiz. A 6 dan 4, demak m ning o'rniga 6. Mana bu yerdagi m ning o'rniga 6. 6 minus 1, 6 minus 2, 6 minus 3. Chunki n 4 bo'lganligi uchun oxirgisi 4 dan bitta kam, 3 ga yoziladi. Hisoblaymiz. 6, 6 dan 1 ni ayirsak 5, 2 ni ayirsak 4, 3 ni ayirsak 3. Ko'paytirib qo'ysak 360.
Demak, 6 o'tirg'ichga 4 mehmonni 360 xil usulda joylashtirish mumkin ekan. Bularni daftaringizga yozib oling va sizga topshiriq. Bittadan olma, nok va shaftoli bor. Ularni 5 ta tarelkaga necha turli usulda joylashtirish mumkin? Berilgan masalani natijasini yozib menga jo'nating. Shuning bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' va salomat bo'ling.